شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەر ئۇچراۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق تاجاۋۇزچىلىقلىرىغا دائىر ئىسپاتلارنى باھالاپ چىققان لوندوندىكى مۇستەقىل سوت مەھكىمىسى 9 دېكابر خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزگەنلىكىنى e'lon qildi. Mazkur sot bu xulosani chiqarishda Xitoy davlati tarafidan Uyg'urlarga yurgizilgan tug'ut kontroli va tug'mas qilib etish siyosatini naql qilgan. Sotqa riyosatchilik qilgan Angliyalik nopuzluq advokat Sergey Ferry Nisapanning aytishicha, Xitoy Uyg'ur va boshqa osonliq millat ommasining uzun muddat ozishini ishga oshirish uchun qasddan sistemalik va moslashgan siyosat yurgizgan. U yana Xitoy prezidenti Xi Jinpingning o'z ichiga olgan yuqori darajalik amaldorlarning irqiy qirg'inchilikda asosliq mas'uliyatini ustiga elishi kerak dedi. Amerika rahbarligidagi 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasiga qo'llanilgan diplomatik boyqut qilish qarori dunyoning har qaysi joylarida zo'r ta'sir qo'zg'adi. Amerikadan keyin Kanada, Avstraliya va Angliya qo'shilgan boyqut harakati Xitoyni g'azablantirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu davlatlarni cho'ng xatolik o'tkazdi deb aybladi va ular badalini to'laydi deb propoz qildi. Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonun loyihasi Amerika Avam palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullikdan o'tdi. 8 dekabr kuni mazkur qonun loyihasi Avam palatasida ovozga qo'yilib, 428 nafar Avam palata a'zosining birdek ma'qullab bilet tashlashi, faqat birlik kishining qarshi turib bilet tashlashi natijasida muvaffaqiyatli holda ma'qullandi. Navbatda bu qonun loyihasi Amerika prezidentining ish ustunligiga sunilib, prezident Jo Baydenning imzosi qo'yilgandan keyin rasmiy qonunga aylandi ekan. Yevropa İttifaqı davlatlarining ichki ishlar ministrlari yig'inida Krodiyaning Shengen rayoniga kirishi ma'qullandi. Yevropa Kengashining tasdiqidan o'tgandan keyin Krodiya Shengen rayoniga qo'shiladi va boshqa Shengen davlatlari bilan bo'lgan chegara kontrolligini bekor qiladi. Fransiya o'zlarining Amerika rahbarligidagi 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasini diplomatik boyqut qilishga qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Fransiya Maarif ministri Jean-Michel Blanquer Fransiyaning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasiga qarshi elib berilgan siyosiy boyqutga qatnashmaydiganligini aytdi. Blanquer bayonotida osonliq millatlarning ziyonkashlikka uchraganligini ayblaydiganligini o'tirib qo'ydi. Rossiya bosh shtabining boshlig'i general Valeriy Gerassimov Rossiya Ukrainaga hujum qilishga tayyorlik qilmoqda degan qarashni rad qildi. Yana bir tarafdan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyani Ukrainaning sharqiy qismidagi jiddiylikni ozaytirishga chaqirdi.